Tez bo'shanishidan xalos bo'lish mumkinmi? Eng nozik organni eng qo'rqitadigan jihati bor. Bu nima? Eng qulay va optimal variantini topganman va bu operatsiya bugungi kunda 95% natijani bermoqda. Doim faqat sprey sepib 25 daqiqa kutib, keyin aloqa qilaman. Tez bo'shanishni yana qolgan 4 ta sabablari bor. Buni normaga keltirish mumkinmi? Tez bo'shanishidan xalos bo'lish mumkinmi? Albatta mumkin. Qachonki tez bo'shanish sababini aniq topib, unga ko'ra yechim qilinsa, albatta xalos bo'lish mumkin bo'ladi. Hozir tez bo'shanishiga eng ko'p sabab bo'ladigan sezuvchanlik haqida gaplashamiz. Men androlog Shahboz Shavkatovich Toshkent shahrida Doktor Shahboz klinikasida o'z faoliyatimni olib boraman. Faoliyatim davomida yuzlab tez bo'shanadigan bemorlarda tez bo'shanishini sababi sezuvchanlik ekanligini aniqlab, ularga denervatsiya operatsiyasini bajarganman. Bemor uchun, ham shifokor uchun, ham natija uchun eng qulay va optimal variantini topganman va bu operatsiya bugungi kunda 95% natijani bermoqda. Bu qanday? Bu jinsiy olatda sezuvchanlik yuqori bo'lsa, normada 100%, lekin sezuvchanligi balandlarda bu 300-400% bo'ladi. Ya'ni normal insonga nisbatan bularni jinsiy olatini sezgirligi 3-4 barobarga yuqori bo'ladi. Va bu sababli jinsiy aloqa boshlanishi bilan 1-2 daqiqaning ichida bo'shanib qo'yishadi. Buni aniqlash uchun birinchi o'rinda nima qilinadi? Oddiy uy sharoitida lidokainli test o'tkaziladi. U qanday? Aptekadan mana bu rasmda ko'rsatilgan lidokain spreysini, ya'ni sepadigan holatdagi preparatni olasiz, 10% bo'lishi kerak va buni jinsiy aloqa qilishingizdan yarim soat 25 daqiqa avval jinsiy olatni boshiga, mana bu jinsiy olat bo'lsa, tepasiga bitta, pastiga bitta, ikkala yoniga bittadan 4 marta sepasiz. Faqat bosh qismiga, tanasiga emas. Va 25 daqiqa tegmaysiz va 25 daqiqadan keyin vlajniy salfetka bilan yaxshilab artib tashlab jinsiy aloqaga kirishasiz. Agar shu jinsiy aloqaga kirishgan vaqtingizda avval sepmagan vaqtingizga nisbatan vaqt cho'zilsa va bu vaqt sizni qoniqtirsa, aytaylik avval 1,5-2 daqiqa, 3 daqiqa edi, sprey sepganingizdan keyin 7-10 daqiqa bo'ldi. Bu holatda demak sizda tez bo'shanishingizni sababi aniq sezgirlikning yuqoriligi. Buni normaga keltirish mumkinmi? Yoki doim faqat sprey sepib 25 daqiqa kutib, keyin aloqa qilamanmi? Va spreyning yana bir noqulay tomoni, sprey sepgan vaqtingizda kayfni his qilish kamayib ketadi. Mana shunday tartibda jinsiy aloqa qilishga majburmanmi degan savol sizni qiynayotgan bo'lishi mumkin. Yo'q, aslo. Siz bizga kelasiz, denervatsiya operatsiyasini mikroskopik usulda o'zimni metodim bo'yicha bajaraman. Mana shu operatsiyani kesmasi juda ham kichik, joyi ham, o'rni ham qolmaydi. Operatsiya davomiyligi 25 daqiqa, 3-4 soatda sizga javob beraman, uyga ketaverasiz. Odatdagi ish rejimiga qaytib ishlayverasiz. 1 oyda jinsiy aloqa qilishga ruxsat beramiz. 1 oydan keyin jinsiy aloqani vaqti xuddi sprey sepgandaqa cho'ziladi, lekin lazzatlanish sprey sepmagandaqa lazzatlanasiz. Lazzatlanish normada bo'ladi. Bo'shanish normada bo'ladi. Eng nozik organni eng qo'rqitadigan jihati bor. Bu nima? Eng nozik organ. Bu yerga tiq tegadi, operatsiya bo'ladi. Zarari yo'qmi keyinchalik? Yo'q, zarari yo'q. Agar operatsiya texnikasi to'g'ri bajarilsa va operatsiya texnikasida jinsiy olatga tegilmasa, jinsiy olatda bajarilmaydi operatsiya. Yuqori qismida bajariladi. Bizning texnikamizda yuqori qismida bajariladi va jinsiy olatni elementlariga hech qanday zarar yetmaydi. Hattoki bemorlarimizda 2-3 oydan keyin chandiqlar ham qolmaydi. Bunda siz denervatsiya operatsiyasi to'g'ri bajarilsa,
uni asoratlaridan qo'rqmang, chunki asoratlari yo'q. Denervatsiya operatsiyasi agar sizga sprey foyda bermasa, foyda qilmaydi. Agar sizga sprey foyda bersa, denervatsiya operatsiyasini qilishga ko'rsatma bor. Spreyni foydalanish haqida tushuntirib berdim va bu spreydan foydalanib ko'ring. Agar sizga foyda bersa, bizga aloqaga chiqing. Sprey foyda berdi, denervatsiya operatsiyasini qildirmoqchiman. U haqda ma'lumot oldim. Navbatga qachon borsam bo'ladi, qaysi sanaga yozilsam bo'ladi. Yoki siz Qirg'iziston, Tojikiston, Qozog'iston yoki boshqa uzoq o'lkalarda bo'lsangiz, uzoq viloyatlarda bo'lsangiz, denervatsiya operatsiyasi uchun yozilmoqchiman. Masalan, men Xorazmdanman. Denervatsiya operatsiyasi uchun sizga navbatga yozilmoqchiman. Xorazmga qachon kelasiz? Shu Xorazmga keladigan kuningizga meni operatsiyaga yozib qo'ying. Yoki Andijonga qachon kelasiz? Andijonga keladigan kuningizga meni denervatsiya operatsiyasiga yozib qo'ying deb yozdirsangiz ham albatta bo'ladi. Eng yaxshisi o'zimni klinikamga kelib, shu yerda bir kungina vaqtingizni ajratib operatsiyani qildirib ketishingizga yetmaydi. Sharoit sababli, viza sababli yoki ish sababli kela olmasangiz, keyin o'zingiz yashash hududingizga qachon borsak, o'sha vaqtda qildirish uchun oldindan navbatga yozilib kutsangiz bo'ladi. Tez bo'shanishni yana qolgan 4 ta sabablari bor. Bu sabablarda ham YouTube sahifamizda to'liq ma'lumotlar beramiz. Kiring, obuna bo'ling, kommentariyada savollaringizni qoldiring. Agar mantiqli savol bo'lsa, haqiqatda javob berishga arzigulik savollar bo'lsa, albatta video tushuntirishlar bilan sizga bu savollarga javob berishga harakat qilaman.